مۇسۇلمان دۇنياسى نىمە ئۈچۈن ئۇيغۇر مەسىلىسىدە سۈكۈتتە تۇرىدۇ. ئانالىزچى ماجۈ. تەرجىم قىلغۇچى ئۇيغۇر پىدائىي تەرجىمانلار گۇرۇپپىسىدىن زەپەر. Bu tema bir çoğ tema bulup, biz çoğum müzakir qiladigan, çoğum dunyoga, musulman dövlətlərə, şundaqla azab tartıvatqan Uyğur, Qazaq, Qırğız, hatta Tungan və barlıq asallıq milletlərə anlatadigan tema. Hammamiz bilimiz, musulman dövlətlərə vəkillik qiladigan birinci dövlət bolsa, Saudiya Arabiston. Bütün dünya Saudiya Arabistanni Arab dünyasının və İslam dünyasının vəkili deb qaraydı. Muhammed aleyhisselam musulmanlarning hammasi bir qeyrindosh degan. Shundaq turuqliq nima uchun Saudiya Arabiston Xitoyning Uyg'urlarga va barliq asonliq musulmon millatlarga yurgizgan insoniyatga qarshi jinoiy siyosatlarga ifoda bildirmayli qolmasdan o'z dini hatto millatiga yaqin deb qaraladigan qavmlarga intayin so'g'uq muomala qiladi. Hatto bu inson qalbidan chiqqan siyosatlarni qo'llash holatlarimi ko'riladi. Nurg'un do'stlar, to'rdoshlar bu nuqta to'g'risida so'zlab berishimni ko'p qitim talab qildi. Men bir muvofiq vaqt kutib turatdim. Dal yaqinda Amerika Avam palatasi Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarning kishilik huquq qonun loyihasini muvaffaqiyatli o'tkazishdek xayrli bir kunlarda men sizlarga bu cho'ng tema to'g'riliq so'zlab o'tay. Saudiya Arabiston bo'lsa, Saudiya oila qamdoshlik munosabati asosida qurilgan podshohlik tuzilmadagi davlat bo'lib, bu birinchi va ikkinchi Saudiya deb ayrilgan. Bu tuzilmadagi tafsiliy uchurlarni Google yoki Wikipediadan aniq topa olasizlar. Men bu yerda ko'p to'xtalmayman. Yaqinqi davrdagi Saudiya Arabiston bo'lsa, 60 va 70 yillarda neft zapasining mo'l bo'lishi sababidan taraqqiy qilib, Arab dunyosidagi yoki islom dunyosidagi madaniyat, iqtisod, ijtimoiy farovonlik, saxovat ishlarida, hatto islom dunyosidagi haqqoniyat ishlari bo'libmi, Falastin masalalarida alohida aktiv rol o'ynagan. Lekin 1976 yildan keyin podshoh Nasrning o'z jiyan tuqqani tarafidan o'ldirilish voqeasi yuz berib, Saudiya Arabiston siyosatida garchi ko'p o'zgarish qilgan bo'lsa-mu, ammo vahobiy ideyasining keng qanot yeyishini to'xtatib qola olmagan. Ular dunyodagi boshqa musulmon davlat rayondagi yashash muhiti, madaniyat, ta'lim-tarbiya qatorliq ishlardagi yo'nalishlarni o'zgartgan. Bu xil tuzilma burun cho'ng islomizmchilik deb atalgan bo'lib, 1976 yildan keyin Fatihi podshoh taxtga chiqib, bu xil tuzilma vahobiy ideyasi, ya'ni hozirgi zamondagi kishilar tarafidan islom dinidagi radikal mazhab deb atalib kelgan. Aslida vahobiy mazhabi boshqa mazhablardek bir normal mazhab edi. U faqat bir davlat tarafidan qamalga elinib, foydalanish vositasi qilingan. 70 yilning oxiridan 2001 yildagi 11 sentabr voqeasigacha bo'lgan bu mezgilni vahobiy ideyasining urug' chechilib, meva berish jarayoni deyishga bo'ladi. Burun Amerika va G'arb allari yaxshi ko'radigan bir turkum jangchilar Taliban askarlari bilan birlashib, ayni zamondagi kuchlik deb qaraladigan Sovetning Afg'onistonga hujum qilishini to'sib qolgan.
Afganistanning hozirgi masalasimi Saudiya Arabistonning vahobiy ideyasi bilan bevosita munosabati bor. 90-yillarning beshida Iroq prezidenti Saddam Husaynning Kuvaytga hujum qilish vaqasi, dengiz qo'ltiqi krizisining yuz berishi, Amerika prezidenti Cho'ng Boshning qumliq bo'rini harakatini elib berishi qatorliq vaqalardan biz Saudiya Arabistonning shu mazgildagi tarixiy o'rni va ahamiyatini bilib olaymiz. Vahobiy ideyasi bilan shu 10 necha yilning ta'sirida Bin Ladenga o'xshash ba'zi tashkilotning rahbarlari bilan Saudiya Arabiston hukumati o'rtasida ixtiloflar keskinlashdi. Chunki 80-yillarning beshida bo'lsa, kishilarda har qanday sirtqi kuchning musulmon tuproqiga hujum qilishiga yo'l qo'yilmaydi deydigan chaqiriqi bor bo'lib, Bin Laden va uningga o'xshash Saudiyaning boylari va barliq islom dunyosidagi boylar Afg'oniston adolat urushini qo'llagan. Lekin 90-yillari Amerika harbiy atirtining Saudiya Arabistonga kirishidak vahobiy ideyasiga zid ahvolning bo'lishi, keyingi ba'zi tashkilotning kuchlanishiga va xalqning qo'llashiga erishgan. 2001-yildagi 11-sentabr vaqasining yuz berishi butun dunyo miqyosida vahobiy ideyasiga bo'lgan kuchlik saskinish va qarshiliklarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Saudiya Arabiston bu xil ahvol ostida o'z siyosatida o'zgarish hosil qilishi lozim edi. 1976-yildan 2001-yilgacha bo'lgan o 25 yil ichida urug' terib meva bergan, siyosat tarafidan o'yintilgan vahobiy ideyasini shundoq osonla tüp yiltizdan yo'qotqili bo'lamdi. Bu bir intayin tez ish. Qanday qilib logika va nazariya jihatdan Saudiya Arabistonning normal yoki to'g'ri yo'lga kirib olishi ustida izdinish bo'lsa, necha avlod Saudiya Arabistonliklarning yoki ziyolilarning o'ylanadigan ishlarining biri. Bu xuddi Xitoyning 90-yillardagi sotsialistik planliq egilikdan sotsialistik bozor egiligiga mengishi, ya'ni mahiyat jihatdan kapital iqtisodining bozorlashishiga o'xshab qoladi. Ayni vaqtda bu xil o'zgarish Xitoyning ideya, iqtisod va jamiyatning har qaysi sohasidagi kishilarning qayta o'ylanishini keltirib chiqardi. Bu xil holat Saudiya Arabistondami ko'rildi. Qandaq yo'lni tanlash lozim? Saudiya Arabiston qattiq sinoqqa duch keldi. Bu xil zo'r sinoq tufaylidan Saudiya Arabiston qattiq ikkilandi. Amerikaning kuchli besim ostida Saudiya Arabiston 11-sentabr vaqasidan keyin vahobiy iqimidagi radikal deb qaraldigan diniy zotlarni ko'plab tutdi. Uzundan buyon bostirilib kelayotgan insonlar qayta qo'llashga erishdi. Undaqda bu bostirilib kelayotgan insonlar qandaq ideyadagi insonlar? Bu bugungi temaning tuguni. Buni bilsak, biz Saudiya Arabistonning nima uchun islom dunyosiga, musulmon dunyosiga, bo'libmi hozirgi Sharq Turkiston masalasiga tutgan so'g'uq ifodasini va uning sababini bilib olaymiz. Saudiya Arabiston u xil ahvol ostida butunlay Amerikaning o'lchimi va talabi bo'yicha o'z davlatiga talab qo'ymoqchi bo'ldi. Saudiya Arabistondagi biraylarning oshkorlashicha, kichik bosh davrda Saudiya Arabistonning diniy ishlari bir xristian e'tiqodchilar tarafidan boshqarilib ekan. Ular Saudiya Arabistonning qandaq yo'lda mengishini belgilab va cheklab turdi ekan.
Gerçi bu jarayonda Saudiya Arabistondagi terrorlik harakatlari ko'rinarli darajada azaygan bo'lsa-mu, lekin Saudiya Arabiston davlat ichida nurg'un ixtiloflar ko'rilishga boshlagan. Saudiya Arabistonning oldingi podshohining o'limidan keyin inisi taxtga chiqqan bu mezgil dal Saudiya Arabiston iqtisodiy jihatdan necha 10 yil mobaynida o'xshamagan holatda bo'ldi. Qanday holat? Ya'ni Amerikaning Saudiya Arabiston neft xaridorligidan chiqib ketishi va Amerikaning sirtdan neft import qilishining zaruriyatining qolmaganligi. Bu xil ahvol, ya'ni Amerikaning Saudiya Arabistondan har qanday vaqtda voz kechalishi, Saudiya Arabistonga nisbatan bu xil zo'r siyosiy krizis va iqtisodiy aniqsizlik elib keldi. Chunki burun Amerika dollari bilan Saudiya Arabiston neftning bog'lanishi muhim bir qurol bo'lib, neft bo'lsa sanoatning qini, Amerika dollari bo'lsa dunyo pul muomalasining jini bo'lib kelgan edi. Bu ikkisining birlashishi Saudiya Arabistonning yukselishiga va Amerikaning bugungi iqtisodiy tartibning egasi bo'lishiga va iqtisodiy tuzilmani barpo qilg'uchi bo'lishiga turtki bo'lgan edi. Şoňa bu xil şarait astida Saudiya Arabiston yangi bozor va yangi hamkorlashquchilarni tepishi yoki yangi hamkorlashquchilarga tayinishi zarur bo'lib qoldi. Chunki Saudiya Arabistonda neftdan boshqa yana bir muhim narsa bor. Ya'ni Saudiya Arabistonning geopolitikasi, ya'ni yer siyosati strategiyalik o'rni. Dal bu amil Amerikaning Saudiya Arabistonga ta hozirgacha tayinishidagi muhim sabab. Saudiya Arabiston bo'lsa Paris qo'ltiqini kesib o'tadi va dunyo iqtisodiy yo'lining muhim o'tkili bo'lgan Qizil dengizning 80% dan ortiq yerini kontrol qiladi. Şoňlaşqa Amerika harbiy va strategiya jihatdan Saudiya Arabistonga tayinadi. Lekin iqtisodiy jihatdan Amerika bilan Saudiya Arabistonning orliqi borgan-sir yiroqlashmoqda. Amerika va G'arb kapitallarining Amerika Arab neft shirkatlariga mablag' silish qizg'inligi zo'r darajada tuvallimoqda. Ondaqda bugungi kunda kim Saudiya Arabistonning iqtisodiy to'riki bo'la oladi? U bo'lsa-mu Xitoy. Bu sharqdagi ajdarhoning, ya'ni sharqdagi maxluqning paydo bo'lishi, bosh ko'tarishi Saudiya Arabistonning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatida va yoki neft ehtiyoji kuchayayotgan bu munosabat bilan haqqoniyatni tanlash orasida zo'r o'zgarish bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda yuqorida so'zlab o'tganimdek 60-70 yillari Saudiya Arabiston bo'lsa musulmon dunyosining yoki arab dunyosining adolat, haq, naqni qo'g'dug'uchi sufatiga vakillik qilgan bo'lsa, ammo 76-yildan keyin bu xil obrazdan voz kechib, bo'libmi 90 yildan keyingi dengiz qo'ltiqi urushidan keyin bu xil mas'uliyatidan butunlay voz kechdi. 11-sentabr voqeasidan keyin bu mas'uliyatni ustiga elish tugul, islom dunyosidagi terrorlik kuchlarning va islom davlatlaridagi qalayimqanchiliklarning planlag'uvchisi va orqa tarafdagi suiqasdchisi bo'ldi. Masalan, Washington gazetining muxbiri Jamal Qoshiqchining yoshirin o'ltirilishi, Yamanni bombardimon qilishdan kelib chiqqan insoniy krizis, Qatar bilan bo'lgan munosabatning uzilishidek bir qator tashqi ishlar krizisining yuz berishining hammasi mushu Saudiya Arabistonning yangi podshohi tarafidan bir qo'lliq
planlangan. Shundaqla ko'rib olaymizki, Saudiya Arabistonning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasi, ya'ni neft savdo aloqasi bo'lsa, Saudiya Arabistonning eng voz kecholmaydigan yeri. Saudiya Arabiston 6 cho'ng neft eksport davlatining biri bo'lish sifati bilan uning siyosati boshqa davlatlarning siyosatiga vakillik qilib qoladi. Bu bir necha davlatlar garchi mustaqil davlat yoki mustaqil podshohlik holatida tursa-mu, yer maydoni, iqtisod va nupus jihatlardan Saudiya Arabiston bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Ya'ni yer maydoni va iqtisodiy doirasi jihatdan bak bo'lsa, Saudiya Arabistonning biror shahri yoki noyisidek cho'nglikda edi. Shunglashqa Saudiya Arabiston neft eksport davlatlarining jon tomiri bo'lib hisoblanadi. Bu xil haqqoniyatni yo'qotgan, ammo yanada islom dinidagi ikki cho'ng muqaddas joyga ega bo'lgan Saudiya Arabiston boshqalar tarafidan yanada islomning vakili yoki musulmonlarning vakili deb qaraladi va lekin ular o'z manfaati uchun va o'zining diktator hukmronligini kapolatga qilish ehtiyoji bo'lganligi uchun Xitoy bilan yoshirin aloqa bog'lagan. Buni oson tushunib olg'ili bo'ladi. Biz bilamiz, hozir Xitoy Saudiya Arabistondan ko'plab neft setib olib, Saudiya Arabistonning eng cho'ng bozori bo'lib qolmasdan yana bir necha omillar Saudiya Arabistonning Xitoy bilan zich munosabat saqlashining va Xitoydan voz kecholmaslikning sabablari hisoblanadi. Buning ichidagi bir omil bu 2 yil jarayonida muzokara qilinayotgan Huawei shirkati. Huawei shirkatini nurg'unlagan odamlar texnikasi ilg'or, nurg'un davlatlarning ehtiyoji bor deb o'ylaydi. Lekin ko'pchilik bak bilib ketmaydigan bir ish bo'lsa, Huawei shirkati mushundaq diktator davlatlarga qonun, demokratiya yo'q davlatlarning hukmron podshohlariga, hukumatlariga o'z xalqini nazorat qiladigan mulozimatni qiladi. Saudiya Arabiston yoki dengiz qo'ltiqi rayonidagi arab davlatlarining ko'pinchisi diktator, podshohlik tuzib ostida bo'lib, ular Xitoydan o'rganib va texnikalardan foydalanib, xalqni uzluksiz boshqarib, nazorat ostiga ilishni kuchaytiryotdi. Halbuki bu xil nazorat bu davlatlarda qonunning javobgarligiga yoki cheklimasiga uchramaydi. Gerçi Yevropa va Amerikadamo bu xil texnikalar bor bo'lsa-mu, lekin bu davlatlar bu texnikasini diktator davlatlarga, kishilik huquqni dafsanda qiladigan, xalqni qattiq bostiradigan davlatlarga sotmaydi. Chunki bu qonunga xilof va oxirida surishti qilinadi. Shunga bu savdogarlar va shirkatlar Saudiya Arabistonga u texnikalarni sotmaydi. Ammo Xitoydek bu xil diktator, huquq markazlashgan zo'ravon davlatlar bu ishlarni o'ylashmaydi. Xuddi Xitoyning Shinjongda sodir qilgan 21-asrda inson tarixidagi nomussiz jinoyatdi. 21-asrdagi inson ishongisiz darajadagi kishilik huquq krizisining yuz berishi, xalqning erkinligi, e'tiqodi, ruhi va har taraflardagi erkinliklarning tortib olinishi va ichinishliq bostirilishi bo'lsa, g'arb ellariga nisbatan ishongisiz bir haqiqat. Ammo Saudiya Arabistondagi davlatlarga nisbatan bu xil ahvollar bo'lsa, ular uchun hech gap emas. Shunga Saudiya Arabiston hukmron davlatini hargizmi islom yoki musulmon yoki haqqoniyat bilan bog'lamasligimiz, balki ularni yanala diktator, hukmron, hokim mutlaq va bir razil hokimiyat deb qarshimiz lozim.
2019 yılı 5 dekabr.